Homiladorlikning ilk bosqichidan organizm uchun eng kerakli bo'lgan 3 meva. Birinchisi bu avokado bo'lib, avokado tarkibida foliyaviy kislota mavjud. Ushbu foliyaviy kislota esa bolaning nerv nayini rivojlanishi uchun eng kerakli hisoblanadi. Bundan tashqari, bolaning miyasining rivojlanishi uchun eng kerakli bo'lgan murakkab tarkibli yog'lar ham avokado tarkibida mavjud bo'ladi. Ikkinchisi bu apelsin bo'lib, apelsin tarkibida juda ham ko'p miqdorda vitamin C mavjud. Vitamin C natijasida organizmga temir moddasining kirishi juda osonlashadi. Va nihoyat, uchinchisi bu banan bo'lib, banan tarkibida vitamin B6 bo'lib, bu vitamin natijasida organizmda ko'ngil aynish butkul yo'qoladi. Bundan tashqari, banan tarkibida vitamin K mavjud bo'lib, ushbu vitamin natijasida yurak hamda mushak tolalarining ish faoliyati juda ham yaxshilanadi. Siz homiladorlikning ilk bosqichida qanaqa mevalarni sevib iste'mol qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring va ushbu videoni eng yaqin homilador tanishlarga albatta jo'natib qo'ying.